Men oxirgacha ishlatgan o'xot va meni xulosalarim. Dalba spray. Hozir menga tapchika otasizlar. Internetda ko'plab shuni bildimki, buni ko'pincha makiyajga bog'lab ishlatishar ekan. Makiyaj tagidan, makiyaj ustidan. Bunaqa ssenariyda yaxshi ishlash kerak. Chunki formulasida ko'p suv va ozgina yog'. Suv parlanib ketadi, yog' ustida plyonka bo'lib qoladi. Tonalniy kremga plyonka yoqadi. Lekin oziqlantiradigan o'xot sifatida Selimax Dual Barrier Toner ofitsialna 2025 eng yaxshi toneri. Tushundinglarmi? Yozda ertalab mashu va SPF o'zi yetadi. Yana 3 ta SPF, Round Lab Doctor SPF jismoniy filtrlarda ishlaydi, lekin yog'li yoki oqartiradigan emas. Benton degan brenddan SPF. To'g'risi bu brendni bilmaganim uchun uncha xohlamagandim, lekin ishlatib ko'rib va sostavini ko'rib, bu yerda 3 ta yangi avlod filtrlari. Nice. Sevimli skin 1004. Bularni muhabbatimiz bilan javob berishga eritamiz. Bu yerda 4 ta yangi avlod SPF filtrlari, suyuq va namlantiruvchi. Numbudin vitaminli sivaratka. Bu ko'proq ta'sirchan teriga yaxshi, общий teri rangi bilan ishlaydi. Lekin masalan, Anuani 10% niacinamididagi tez natija kutmas edim. 3 2